Yunusobod 13-kvartaldan yana bitta zo'r variantimiz chiqyapti. Novostroyka ЖК mening uyimdan 2 xona, birinchi etaj uyimizda, o'zi 8 etajli g'ishli uyimiz bo'ladi. Hozir men sizlarga video obzorini qilib ko'rsatib beraman. Xo'p, bu yog'imizda podyezddan kirishimiz bo'lyapti. Mana o'zimiz stroy mebellarni qilib ketibdi. Yangi avtorskiy remontdan chiqqan uyimiz. To'g'rimizda sразу совмещенный sanuzolimiz bo'ladi. Sanuzol ham katta, keng ekan, mana ko'rsanglar bo'ladi. Hamma narsalarni qo'yib ketishgan ekan. O'ng qo'limizda zal qismimiz bo'lyapti. Mana zalni ham katta, keng, chiroyli qilib qo'yishibdi mana. Hamma mebellari bor bu yoqda. Bu yoq dizaynerskiy proyekt. Bu yoqda o'zim televizorlari ham bor. O'ng qo'limizda ikkinchi xonamiz bo'lyapti. Spalniy xonamiz, родительskiy. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Bu yoqda ham kerakli hamma shkaf, shpanel, hamma narsa qo'yib ketilgan ekan. Bemalol olib turib ijaraga berib qo'ysanglar ham bo'ladi. 600-700 dollarga qo'ysanglar bo'ladi. Uyimiz ham uyumadan 51 kvadrat. Va bu yog'imizda oshxona qismimiz bo'lyapti mana. Oshxonasi ham katta, keng, chiroyli. Bu yoqda ham mana stroyli mebellarni qilib ketishgan ekan. Ko'rsanglar bo'ladi. Chiroyli qilib qo'yishibdi, remontga gap yo'q. Xo'p, bu uyimizning narxiga kelamiz. Narxini 84 ming deb so'rashyapti. Yana sunnatiga ozgina o'tib berilgan joy bo'ladi. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqarasizlar. E'tiborli uchun rahmat. Kimga yana shunaqa uylar kerak bo'lsa, ko'proq variantlarni Telegram kanalimizga tashlaymiz. Ko'plarni Instagramga qo'shib ulgurmaymiz. Telegram kanalimizga silka orqali o'tsangiz bo'ladi. Silka profilimizda bor.